Ulug'nor tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi tasarrufidagi 6-umumiy o'rta ta'lim maktabiga tajribali pedagog Zohidaxon Madrahimova rahbarlik qilib keladi. Bu yerda har bir dars, har bir mashg'ulot o'quvchilarning ertangi kuni ularning samimiy orzu intilishlariga xizmat qiladi. Yangi pedagogik yondashuvlar, fidoyi ustozlar mehnati va ilg'or tajribalar tufayli maktab hududdagi yetakchi ta'lim maskanlaridan biriga aylandi. Darslar zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida olib borilib, o'quvchilarning fikrlashi, bilim va mahoratlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Malakali pedagoglar mehnati ham munosib qadrlanmoqda. Bu yil maktabning tajribali o'qituvchisi Nasibaxon Bahramova xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangani ham bejiz emas. Meni davlat shunchalik mehnat qilganimda inobatga olib, mana shu xalq ta'lim a'lochisi ko'krak nishoni sovrindori bo'ldim. Men buning uchun xalq ta'limi vazirligiga, o'zimizni Ulug'nor xalq ta'limi mudirlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bundan-da yuqori natijalarni ko'rsatishga harakat qilaman. Ustozlarning izlanishi va mehnati natijasida maktab o'quvchilari tuman va viloyat miqyosida o'tkazilayotgan fan olimpiadalarida yuqori o'rinlarni egallab kelmoqdalar. Maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi Kamola Hojimatovaning ham ta'lim sohasi rivojiga qo'shayotgan hissasi samaralidir. Yurtboshimiz tomonidan yaratilgan sharoitlar tufayli juda ham ko'p xonalarimiz axborot texnologiyalari vositalari bilan ta'minlangan. Oliy toifali ustozlarimiz, xalq ta'limi a'lochisi unvoniga, ko'krak nishoniga sazovor bo'lgan o'qituvchilarimiz faoliyat olib bormoqdalar. Maktabimizning mana shunday yaxshi natijalarga erishishida o'qituvchilarimizning o'z ustida astoydil tinmay mehnat qilishlari yotadi. Chunki har bir o'qituvchi o'z ustida doimo shug'ullanib boradi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari, yuqori sinf o'qituvchilari fan olimpiadalarida yuqori natijalarga erishilmoqda. Hozirgi kunlarda o'tkazilgan tuman bosqichidan 8 nafar o'quvchimiz viloyat bosqichiga yo'llanma oldilar. Maktabda xorijiy til fan o'qituvchilarining ham yutuqlari e'tirofga loyiq. Ular nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosdagi sertifikatlarni qo'lga kiritib, maktab nufuzini yanada oshirmoqdalar. Bitiruvchilarning oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi yildan-yilga ortib bormoqda. Bu natijalar maktabning tumandagi yetakchilar safida ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Mana hozir har bir sinflarimizga, har bir maktablar xonalariga kirsak, kompyuter jihozlari bilan jihozlangan. Shunday chekka qishloqlarda ham davlatimiz mana shunday sharoitlarni yaratib bermoqda. Oldin kompyuterlarimiz juda ham oz bo'lgan, maktablarimiz ta'mirlanmagan edi. Endi mana juda ham chiroyli, ta'mirlangan, ishlagan sari ishlaging keladigan maktablarda ishlayapmiz. Bir so'z bilan aytganda 6-umumiy o'rta ta'lim maktabi nafaqat ta'lim sifati, balki tarbiya, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va yoshlarni hayotga tayyorlash borasida ham tumandagi eng ilg'or muassasalardan biridir. Dilfuza Ahmedova, Donir Aliyev, Andijondan.